Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 13-yanvar, soatimiz 12:44 bo'ldi. Euro USD ni bugun tahlil qilamiz. Demak, birinchi bo'lib Forex Factory'dagi bugungi yangiliklarni ko'rib olsak. Xo'p, demak, bugun CPI yangiligi bor ekan USD ga soat 3:00 GBP ga ham qizil papkada yangilik bor ekan. Xo'sh, Euro USD ni kunlik time frame'ga e'tibor bersanglar, biz kutayotgan manba IFVG ga narx tegmadi. Mana bu yerda FVG bor edi va mana bu FVG ni ham respect qilyapti, ya'ni hurmat qilyapti. Va premium discount tortadigan bo'lsa, narx 0.50% dan tepaga chiqqan, to'g'rimi? Va mana bu candle, ya'ni short term candle'ni, ya'ni mana bu candle'da narx bugun yetishi kerak pastga ketishi uchun. Ya'ni bugun e'tibor bersanglar, candle ochilib, pastga low nuqtasini yasab, ko'tarilib, tepani tozalab, keyin pastga yopiladigan bo'lsa, undan keyin candle keyin pastga qarab CRT bo'lib ketadi. Ya'ni mana bu holatda, mana bu candle'da yechib berishi kerak deb kutyapmiz. Ya'ni bullishda qolamiz. Narx o'sha birinchi period o'rniga tegingan candle'da yechishi kerakligini kutib ishlasak bo'ladi demak. 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da xo'sh, demak, kunga e'tibor bersanglar, mana buni sekin oddiy olib qo'yamiz. Bu o'sha kunlikdagi boyagi kichkina FVG, mana bu o'sha biz kutayotgan IFVG bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'sha daily time frame'dagi PDH, ya'ni short term candle. Endi bugungi kunga e'tibor bersanglar, Osiyoni mana bu yerda midnight'dan keyin narx tushib, Osiyoni low'ini yechdi. Yechgandan keyingi candle pastni yecholmayapti va bu yerda SMT bo'lsa, e'tibor beramiz, DXYda SMT yo'q va GBP da SMT bor ekan. Demak, GBP ga e'tibor bersanglar, mana bu low'da yechib ketyapti, Osiyoni yechgan low'da. Va Euro USD ga qaytamiz. Demak, mana bu yerda agar SMT bo'ladigan bo'lsa, men bu yerdan tashqiga ishlamayman, chunki juda ham yaqin men uchun. Narx ko'tarilib, mana bu yerda London range beradigan bo'lsa, mana yerda MSS qilib range beradigan bo'lsa, undan keyin overlap va New York Kill Zone'da London range ga narx qaytadigan bo'lsa, deylik mana bu IFVG rolini o'ynab beradigan bo'lsa, midnight openga yana narx qaytib, shu yerda market maker modeli bo'ladigan bo'lsa, keyin darsha tepadagi buy strukturani, ya'ni mana bu PDH ni target qilishini kutsak bo'ladi bugun. Va bundan keyin mana shu yerda yechganidan keyin, mana shu atroflardan keyin narx market maker sell modelini boshlab, pastdagi mana bu tashqi liquidity poolni target qilsa bo'ladi. Market maker sell modelini boshlanishiga start olsa bo'ladi deb kutsak bo'ladi. Xo'sh, demak, bugungi o'sha kungi ideya, agar pastda GBP ni bilan bo'lgan SMT ni tasdiqlab, mana bu atroflarda range beradigan bo'lsa market, mana bu yerda range beradigan bo'lsa, range high, range low beradigan bo'lsa, o'shani 50% dan yana darscha tepaga, ya'ni London range dan New Yorkda buy pozitsiyalarini qarasak bo'ladi. Bugunga shunaqa kutyapman. Demak, bularni screenshot qilamiz. Demak, kunga birinchi chartga qaraganimizdagi ideyalarni screenshot qilib Notion'ga kiritib qo'yamiz. Hop, okey. Mana buni ham o'chirib yuboraylik-da, bu уже qiziq emas bizga o'sha tepadagi IFVG zonaga narx chiqishi, chunki short term candle unga juda ham yaqin turibdi. Va undan keyin yana boshqa, ya'ni ertangilikni ko'rib chiqaveramiz bemalol. Demak, daily time frame ga qaytib, daily time frame ga ham screenshot qilamiz. Demak, biz kutayotgan target PDH bugungi open narx ko'tarilishi va yopilishi shunaqa shaklda biz marketni kutyapmiz va buni ham screenshot olamiz.
Xo'p, endi Notion'ga qaytamizda. Notion'da o'sha skrinshotlarimizni, ya'ni kunni kutayotgan ideyalarimizni Notion'ga kiritib qo'yamiz. Hop, daily analiz bo'limiga kirib, daily biasga bullish kutamiz. Daily project model hali kutilyapti, lekin bullish. Boya screenshot qildim. 1 soatlikda struktura yasalish kerak dedim. Demak, buni endi mana buncha xatirlaydi. Daily chartga boyagini qo'ysak. Endi o'sha project daily modulga yozib qo'yamiz. Ya'ni marketda tepaga yozyapman anga. Hop, demak, marketda hali struktura tayyor emas, bullish struktura londa kutilyapti va Londondan keyin London range bilan xo'sh. Yo'qda kutganmas deb qo'yamiz va bu yerdan chiqib ketamiz. O'sha daily chartga endi biz o'sha uni screenshotlarimizni kiritib qo'yamiz, ya'ni o'sha birinchi ideya sifatida. Ya'ni o'sha men buni aytganman-da, o'zi project model yozdi-yu, minimum va maksimum yasalgandan keyin koordinatasini minimum, maksimum koordinatasini kiritib, ichki ko'rchini koordinatasini kiritamiz. Shu strukturadan narx reaksiya olish kerak degan ma'noda. Ya'ni men bu yerda kecha ham eslasanglar, kecha ham market tahlilida bu narsani kutyapmiz deb qoldirib ketgan edim. Hozir ko'rsataman. Xo'p, kechaga qaytadigan bo'lsak, mana e'tibor bersanglar, mana kechaga o'sha daily analizga kiramiz. Daily analizda mana project daily modulga birinchi bo'lib narxda hali struktura tayyor emas, shu sabab aniq range paydo bo'lsa kiritaman degan edim. Kutilgandek narx o'sha market tahlilida aytgandim, manba deb hozir ko'rsatganimdaq 1.163.30 va 1.169.59 range ichida ichki ko'rchi 1.167.34 dan tashqi target qilindi. Ya'ni biz o'shani kutgan edik. Va qaytib o'sha mana bu bitta chiqqanmiz. End of day resultga kiradigan bo'lsak, mana bu o'sha final mana bu chartga qaytadigan bo'lsak, hop 1 minut ochib beraman eshigini, to'xtab turgan. Mana bu o'sha struktura. Ya'ni mana bu minimumi va maksimumi va ichki ko'rchini koordinatasi. Demak, shunaqa gaplar. Bugungi kunni boshlaymiz. Xo'p. Bunisiga 0 qilib qo'ysak va mushuk boqishda eng minus tarafi shu 1 daqiqa. Yana qaytdim. Xo'p. Yana pastiga in process deb qo'yamiz. Xo'p, demak shunaqa gaplar. Endi update bo'ladigan bo'lsa, buni kanalga kiritib qo'yaman. Kuninglar yaxshi o'tsin, charchamanglar.